Bence Nahmeydan başlandı deb o'ylayman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Manlarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men biroz bugun tuyuqsizlar ekran oldiga chiqib qoldim. Oldin normalda gaplarni qilib qo'yatdim. Mancha vaqtga boshlayman deb bugun qilolmadim. Shunga ayb buyurmoqaysizlar. Bugün qarindoshlar oldinlar chiqishimdagi sabab bugün 3 noktada ba'zi bir nuqtalarni qarindoshlarga o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Ba'zi qarindoshlar bek yo'qolib ketdingizmi deb so'ragan qarindoshlar bo'ldi. Hammalarga rahmat qarindoshlar. Oldi bilan hammalarning bir yangi yili muborak bo'lsin. Yangi yilda inshaalloh xalqimizga va ko'rishimizga yangicha hal bilan nasib bo'lsin inshaalloh. Bugün qarindoshlar 3 noktada asosiy jihatdan so'zlashma. Amaliyotda 2 noktada gap qilmoqchidim asli planda, ammo bizning muhojiratning kun tartibi yana arsiga birini qo'shib qo'ydim. Aldı bilen kıskalı bir to'xtalib o'tib ketay. Oxirgi tafsiliy to'xtaladigan nuqtam Sharq Turkiston yoshlar qurultayining vakillari oldingi yili 2022 yili 12 oyning 26sidan 28igacha Gollandiyada yig'ildi qarindoshlar. U yerda saylimini qilgan bo'ldi Sharq Turkiston yoshlar qurultayining. Ondan keyingi natija va ahvollar to'g'risida bayonot berdi. Bu resimde siz yo'q deb mendan savollar so'raganlar bo'ldi. Shuni men bir Muşu to'g'risida bir to'xtalmoqchi, ammo oxirsida tafsiliyroq to'xtalmay, hozir qisqacha deydiganim, men ba'zi bir jiddiy chiqib qolgan ishlar sababidan bu qitim borolmay qoldim nimaga, yig'inga va tashkilotimizning nizomnomasi bo'yicha yig'in maydoniga kelinmagan vakillarning o'zini nomzod ko'rsatish va bilet tashlash huquqi yo'q deyilgachga, men bu qitimliq saylamda Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibiga nomzod ko'rsatmadim o'zimni. Shuning uchun bu qitim borolmay qoldim qarindoshlar, ammo tashkilotning hamma a'zolari qatnashdi mendan boshqa va saylam jarayoni to'g'risidagi bayonotini chiqarib qo'ydi. Buning ham da oxirisiga kelmoq qarindoshlar. Endi hozir so'zlaydigan ikki nuqta bor. Birinchi nuqta o'tganda shu nimaning Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki nimiside Birleşken Devletler Teşkilatı'da avazga koygan bir nimi boldu. Ondan başka live minvatı deb o'ylayman. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki avazga koygan nimisidan keyin bizde biraz ayajonliq shaklida O'zbekistonga va boshqalarga qarshi bir noroziligimizni bildirmoqchidik degan shaklda bir chaqiriqlar bo'lganda men bir gapni degandim, ya'ni bu xalqaro davlatlarning, kuchli davlatlarning o'zaro kuch sinash o'yinlarida biz bek hissiyotga ketmaylik deb. Shunga birinchi demoqchi bo'lgan temam hissiyotni kontrol qilishni o'rgandikmi qarindoshlar demoqchi. Ondan keyin yana bir fojia yuz berdi. Vatanimizda amaylarni xalqni solab qo'yib, oxirida bir binoga o't ketdi. Bu vaqtda biz bütün chet eldagilar yani normal karakterimiz bo'yicha guldir qara samimiz hayajonlar bilan ko'chalarga yana bir yerlarga chiqishga boshladik, vaqirdik. Hattoki Xitoyda boshlangan bir oq qog'oz ko'tarish harakatiga hammaylar aktiv ovoz qo'shilgan yerga ketib qoladi. Az qolsin. Hatto biz o'ylamagan darajada siyosiy nuqtadan sagak deb qaragan odamlarmi oq bayroq ko'tarib aşı Xitoydagi harakatga qo'shildiganligini bildirib, torlarda, ijtimoiy taratqularda bir narsalarni chiqarib yurdi. Lekin qo'shug'im xalqning sagakligi, ya'ni o'tgan 3 yildan beri muhojiratda yashagan Sharq Turkiston mustaqillik kurashi bilan Xitoy demokratik harakatining bizga sanmoqchi, bo'ynimizga sanmoqchi bo'lgan tasmasini tushuntirish jarayonining natijasi sifatida xalqimiz ma'lum nisbatda uyg'unibdi. Ya'ni bunga diqqat qilish muomalasi tutgan, Sharq Turkiston mustaqilligini bunga akirishga tirishgan, ular oq qog'oz ko'tarsa biz ko'k qog'oz ko'taramiz deydigan shakldagi harakatlarni ko'rib men haqiqatan mamnun bo'ldim. Shu narsani unutmaylik, bunimi deyishning vaqti keldi hozir. Bir narsa dal mushu qarindoshlarning ko'k qog'oz ko'taramiz, oqni ko'tarmaymiz deganining aşınıga münasebetlik bir can algıcı bir nuqtani men qarindoshlarga bugun deyishning vaqti keldi deb o'ylayman. Qarindoshlar, bizning Sharq Turkiston mustaqillik kurashini
Xitoyni demokratiyalashtirish harakatining bir parchasi qilish arzusida bo'layotgan siyosiy kuchlar bor. Ve afsus maalesef bizning siyosiy davadagi monopolli bo'lgan tashkilotlar dal shu Xitoyni demokratiyalashtirish uchun Uyg'ur davosini monopol qilib ip mağdığallarının yolida ketiqliq. Şu yolda meniqliq. Bütün jidalning sebebi mana shu. Ama bu qitimliq hareketdeki siyasi sergekliğini ko'rsatgan qarindoshlarımızdan şu aniq bo'ldiki, dunyoga bir mesaj berildi ki, Sharqiy Turkiston meselesini, yani Sharqiy Turkiston meselesi mahiyet jihatdan Xitoyning demokratiyalash harakatining bir parchasi emas biz. Xitoy demokratiyalashsa yaxshi, demokratiyalashmasa o'zining ishi. Bizning meselemiz emas o. Biz ularning demokratiyalashtirish harakatining o'rkash davlat chiqib Manjular bilan Mo'ng'ullar bilan biz yaxshi yashagandik, ammo Xanzurlar bilan yaxshi yashamadik degandek, unda quruq gaplar bilan ma'nodagan narsa emas. Hozir kommunist Xitoylar bilan yaxshi yashamadik, burunqilar bilan yaxshi yashagandik degandek apqashli gaplar bilan oqlab bo'ladigan yoki monopol qilib bo'ladigan kurash emas. Sharqiy Turkiston mustaqillik kurashi o'z oldiga bir tuproqning kurashi. Xitoyni demokratiyalashtirish harakatining bir parchasi emas. Undaq bo'lgan ekan, Xitoyni demokratiyalashtiradigan har qanday harakatga biz boshchilab shu peti kirib ketmasligimiz kerak. O'zimizning maydoni bilan turishimiz kerak har yerda. Xitoyga shartni biz qo'yishimiz kerak. Men shu vaqtda bir yozmadan birini yozdim. Unutmaylik qarindoshlar. Hozirgi xalqaro konjunkturda, hozirgi xalqaro sahnada bu lagerlarni Xitoyning ichishi bilan Sharqiy Turkiston masalasi hozir dünyanın qiziqayotgan meselesining birisi. Uyg'ur meselesini demadimmi? Uyg'ur inson huquqlari meselesi zaten xalqaralashib bo'ldi. Ammo hozir Ruqiyat Urdush xonimning kitobi va boshqalardan Salih Xudoyor qarindoshimizning harakatlari degandek harakatlar bilan Sharqiy Turkiston meselesi bu hozir qiziqish nuqtasida kelyapti. Bu ahvolda biz Xitoyning demokratlarga xalqaro sahnada bizning ehtiyojimiz yo'q. Şunun için Xitoyni ustoz tutadiganlar, ya dadı tutadigan, amma tutadiganlar, ya quchoqlab yotadiganlar, o demiş qilsa o'zining ishi, ammo Sharqiy Turkistonliklar sergak turaylik qarindoshlar. Muaciratda Xitoylarga bizning ehtiyojimiz yo'q. Ularning bizga ehtiyoji bor. Shuning uchun mushu nuqtaga qarindoshlarımızda siyosiy sezgurlikning paydo bo'lganidan haqiqatan bek memnun bo'ldim. İnşallah hammamiz sergak turaylik. Ondan başqa Xitoyda bir hareketler başlansa nihayetimi tez hayacanlanıp tez düşüp bunda kısak bulmaydı qarindoshlar. Şu vaqtdagi yazmamda ben her qanday bir davlatdagi isyon harakatlarining, ya norozilik harakatlarining 6 bosqichda taraqqiy qilganligini yozdim. Shuning uchun suni ko'may o'tak silmasak bo'lmaydi. Bunday hareketler ma'lum bir yerga berish kerak, nimasi doirasi kengayish kerak. Öteki ikinci, üçüncü basqıçlarda ötüp qurolliq saqchilarni bostiramagan vaqtida harbiylarni harbiy bostirish uchun chiqadi. Harbiymi bostiramagan vaqtida undan keyin o Xitoyda bir ish bo'lishga boshladi desak bo'ladi. Masalan, hozir Irondagi vaziyat qurolliq saqchilarni bostiramagan holatda. Hamda National Guard deydi, ulusal qo'rg'uvchilar maydonga chiqamdi. Ular chiqib, ularni bostiramasa, undan keyin Ironning taqdiri burulduğaya geldi deyimiz. Bulmasa o başka işler tek baldur işler. Aldırap ötek sevetsek ya aldırap ayacanlıp gidip kalsak bombaydı. Onundaki ikinci mesele qarindoshlar. Bu mümkün tertipte qaysi kuni buni akirdi bizning kontipatlarımız muhataplarımızday. Yani öteki ötkendiler. Ömer Bekali akını Avustralya seferinden paydalanıp onunla gaz verip uyumuzun qorasının keynede bir parça video işlesiniz dilyar buna cevap veremeydi deb gaz vergenler. Xuddi ona cevap veremeydi qandak. Ömer Bekali akını uyga taklif qilib ekran içip xalqni oldida bir ko'rishayli degandim. O'zimni ma'qul degandim, ammo vaqti yetmay ketib qoldi. Ama onu gaz vergenlerini bilimiz hem de. Ömer Bekali akaga. Endi bu qitim kepti, yani indigenousin bir qanchasi. Bu qitim hem de uyda o'tirgan
Ustazım, hürmetlik Ahmet İgenbeydi Efendi'ni çıkarıp sözlüdü. Bu doğrusida ben ayrım gap koymasam olmaydı. Çünkü qarindoshlar, bu Sharq Turkiston kurushiga men 17 yaşımda kirdim. Hamma tashkilotning ko'rib baxtim, hammasini bildim. Yine de en uzun işligini Ahmet İgenbeydi Efendi ve ondan keyin kelgan reisimiz Demiyan Rahmet Efendi. Bular Sharq Turkistonning mustaqilligi tarafdori tashkilotlarda ishlagan ve Sharq Turkiston surgunlik hukumati yangi qurilgan vaqtdagi Cumhur reislari. Demiyan Rahmet Efendi keyinchi vaqtlarda bosh minister bo'ldi deymi, xato esimda qolmaganmisa. Bek uzun yillarni oldidagi gaplar. Men shaxsan Dilyar Musabay bo'lish suhbatim bilan bu davada, Canbaxtı dava bilan men Sharq Turkiston kurishida bek ko'p odamlarni ko'rdim. İntayin ko'p ishlarga shohid bo'ldim. Mushu bizning Amerikadagi dinozavrning nima kessin surgunlik hukumatni cho'qim yo'qotishimiz kerak deb vaqirab yurgan vaqtlardagi jidallarning ichida borman. Ma Sharq Turkiston surgunlik hukumati tarafda baktım hamma jidallar. O vaqtda kichikdim, faqat ko'rib o'rganayotgan vaqtlarim. Şu vaqtlarda Ahmet İgenbeydi ustozimizdan yine etdim. Ben şunu kesip diyelim qarindoshlar. Eğer de bu davada, bu muhacirette 20 yılga yakın vaqt ichida men agar bir narsalarni o'rgangan bo'lsam, shu davadagi peshqadamlardan, men shuni kesib diyelayman, Sharqiy Turkiston kurushiga sodiq bo'lishni, Sharqiy Turkiston kurushida durust bo'lishni, xalqning irodasiga vakillik qilishda eng oxirigacha umurtqani va meydini tik tutishni men Ahmet İgenbeydi'den o'rgandim. Başqalarından qandaq xumsuluq bo'ladiganini, qandaq xoinlik bo'ladiganini va qandaq chidamaslik, nomardlik bo'ladiganini boshqalardan ko'rdim. Shuning uchun Ahmet İgenbeydi ustozning bizning nazarimizda, shaxsan mening nazarimda o'rni boshqa. U odamga bahoni tarix berdi ve qanday berdigini biz bilamiz. Chunki u odamning mındaqladay muhaciratda Sharqiy Turkiston deb turib, ko'zidan rost yosh oqadigan bir qancha odamning birisi shu Ahmet İgenbeydi ustozimiz. Endi bu ustozimiz cho'ngib qoldi yoshqa. Hozir jamoatchiqroq deb adlay tutyapti. Endi bu yoshga cho'ng bo'lib qolgan bir odamni uning shaxsiy turmush ehtiyojidan foydalanib yoki uni suiiste'mol qilib 90 ga kiradigan odamning shaxsiy kirqiti, oshnini, tamoqi degan ehtiyojidan foydalanib, bu odamni qapazdagi shatotdek sayratiman deyotgan ba'zi xumslar bor. Endi bu siyosatda buni xumsuluq deydi buni. Bu siyosiy axloq olmaydi buning ichida. Masalan, hozir Ahmet İgenbey bularning bu xumslarning qushchilik mingisi var. O qushchilik mingisining bergan ahli shu, maqsad shu. Ahmet İgenbeydi ustozimiz da yerdan sayritish, undan keyin biz chiqib deymizda, ya birlari chiqib deydi bularning xiyolida. 70 yıl Sharqiy Turkiston deb kurash qildim. 70 yıl, hatta tehi Rabia Qadir Uyg'urlarni uxlatma, so'zga silib oldima avtonomiya deb yozgan she'rlari var, kitoblari var, dasta hayotini yozgan Sharqiy Turkistonda mustaqillik uchun nima ishlarni qilganlar. Shu kitoblarni o'qib o'qiganlar biz. Endi bugun chiqib, Sharqiy Turkiston emasdiki, Uyg'uristondiki, o Qurultay avtonomiyachi emasdiki, biz xato tushunib qoldik deganda gaplar bilan maydonini o'zgartib chiqarsa, siyosatda nima deb javob beramiz? Siyosatning qoidasida deganda Ahmet İgenbeydi'de ustozimizga chiqib berilgan javob shu bo'ladi. Sen bir siyosiy dönek, 70 yıllık siyasi hayatını inkar qilgan siyosiy dönek deyishga to'g'ri keldi. Bularning xiyolida Ahmet İgenbeydi ustozimizning o'chmas kurashlarini, davalarını, kan təyərlərini, yani Avustraliyada qanchalik siyosiy kurash olsa, Sharq Turkiston to'g'riliq, şu Ahmet İgenbeydi degan şu adamning qilgan ishlari ve şunun davamı zaten bu yerdeki kurashning hammasi.
Aşının hemmesini bizning siyasi dönek deyişimiz arkalık, bizning ağzımız arkalık Ahmet İgenbadidek bir küreşcan, bir adamni, hatta bir tarih kalıdığan bir Şarkı Türkistanlıkni biz arkalık inkar kılızmakçı bula. Yani biz şu oyungu düşemdik. Yani biz çıkıp o Ahmet İgenbadi neymiş için burun meydanında yanı sedep o adamga til uzatamdık sizlerce. Sizlerin aklınla işinçilik. Şunun için bizning deydiğimiz 90'ga kirgan adamni rahat qo'yish. U adam o'zining oxirgi turmushini yashsin, o'zining hayoti to'g'riliq aslimalarni yozsin, ilmi necha kitoblarini yozdi. Bu ovozga yoki videoga oladigan narsalar bo'lsa, o'zining hayoti to'g'riliq, nimalarni ko'rgani to'g'riliq, nimalarni yashagani to'g'riliq tajribalarini so'zlasin. U xumsizlik qilib shiktaxsizlar, men ko'tardik deb keynidan shotiraqlik qilishma. Adletga shotiraq aqotun shikinga da'atma. Şunun için endi bu qitim teqi Germaniyadan kepti ataydan da işki yine de Xitayning işki gündüpidek oturup çok çoğup qalan adamni jinoyatchidek otağızıp yeni sözle tuttu. İşkisinin çırayı qarsa jürügüde kan yok. Çırayda kan yok. Jürügü su qacan bir bizge qarşı gap etip qalaki deb ora otağını çıkıp durdu. Qarang, Ferhat Yo'lonqash efendim, sizning bek qildigan ishingiz yo'q bo'lsa, ben sizge iştep birey qarang, biz sizden adli sual soratimiz. Yani Ahmet İgenbadi bizni avtonomiyachiga emasga desin deb u yerga payda chiqmaydigan yerga o'ynamay u yanni. Qarang, siz ma'noga javob bering, ma'noga juma yaxshi anglang. Ma'lum, mayli biz qabul qilaylik qilmaydi, yoki idrok qilaylik qilmaydi, ichimizga singdiraylik yoki singdirolmaydi. Hozir Uyg'ur milliyatida Sharq Turkiston milliy harakatini qaysi istiqloliyatlar apirish masalasi, ya'ni o'zimizning kelgusi g'oyasi bo'lgan milliy mustaqilligimizni asliga keltirish g'oyamizni qaysi usul, qaysi taktikalar apirish masalasi haqida o'xshamagan fikrlar bor. Bu fikrlarni mujassamlaydigan bo'lsak, bu fikr tuvandagi bir qancha nuqtaga markazlashdi. Biz milliy mustaqillikni chim turish, voz kechmaslik, xalqaro sharoit tashkil vaqti buni asliga keltirish. İkincisi, öz taqdirimizni o'zimiz belgilash prinsipini shu orqali turib, buni bosib turib, bu orqali o'zimizning kelgusi g'oyasiga yetish degan istiloh bor. Yana bir tarafdan Tibet kishilarning o'tiriyor siyosatini sinab baksak, biz birinchi bosqichda hozir o'zimizning milliy va diniy mavjudligimizni qo'llab qolsak, bu asosda o'zimizningki milliy taqdirimizni, ya'ni kelgusi g'oyamiz bo'lgan mustaqilligimizni biz bir qancha bosqichlarga bo'lib, masalan, yuksak avtonomiya, federatsiya, oxirgi mustaqillik degandek bosqichlarga bo'lib topsak, buning dini va degichilarniki ta'limi oz emas. Hoş keleyli. Bu sizden 2011 yılı Amerika'daki Ali Kengeç'te degan gapiniz. Men burun bir koyup eğen bu gapni. Anlandı o qeyrindaşlar, avazı bek sus çıkıp qalamiz, ayıpki buyurmağaysizlar. Bu özünüzden degan gapi. Yani gapinizden xulossasi şu. Bizning ichimizda, biz xohlasaqmi, xohlamazaqmi, avtonomiya ilib masalamizda hal qilsak bo'ladi-ku deguvchilarning sonimi oz emas debsiz. Siz buningga javob bering. Kimlar shular? Şu işçimizde avtonomiya alsak buludu deydigan sizning işçilardaki avtonomiyachilar kimlar? Savol oddiy qarang. Udulli javob bersiz. Ha birsi inib mana kendi so'ziga Qahramon Xo'jambadi bilan ishqinlarni to'nidi hozir. Yana boshqa avtonomiyachilar bormi? Gapingizdan qaraganda hali jiq o'xshaydi aranglarda. Bormi? Şuna o 90 yaşlık adamның işki beqinaga kirib elib Xitoyning Gündüpaylardek o'tirib bu adamni qurultay avtonomiyachi emas degizmasdan o'zing chiqibda o'zing javob ber. Tamam. Şunun için ustozimizni sizlarning bundaq Rodopaydak bundaq chupay o'yinlaringlarga tushib biz Ahmet İgenbadining 70 yillik hayotini inkor qilmaymiz. O adamni biz bilamiz. Dedim-ku, bu davadan sizlardagi xumsizlarga qanday taqabul turishni, sizlarga qarshi qanday tish turishni shu Ahmet İgenbadi o'rganganmiz. Tamam. O adamni biz chiqib hech narsa demaymiz. O bizning ustozimiz. Ertugün biz Şarkı Türkistan kuruşunun manevi kıymetlerden birisi oldu. Yani manevi dadısıdan birisi oldu bu adam. Allah ömrünü uzun olsun. Şunun için özanlığı kelinler, özanlığı. Yani ki yininizdeki Bəxtiyar Böre efendim onda uşak kişiler kirmey. Elə ki meni indigenistlarını yaratmayı gel kıldı, zanlık kıldı deyip sotku vermiştiniz ki Bəxtiyar efendim aşını kılın ya saklatma. Olma. Ne dedin? Tayin yok kişilik kardeşi olmayı, kiravanmayı. Şunun için Ahmet İgenbadi ustazımız bizim ustazımız. O adam yani bizde az hakkı yok. Bizge koşkan nesli az emas. Elbette onun mu
xalqaro siyosatni to'liq tushunmasligi, xalqaro siyosatdagi vaziyatlarni to'g'ri analiz qilmasligi degandek xalqaro siyosatchi emas hamda bir kurashchi, inqilobchi odam. Severlikleri sebebinden aynı davrlarda o'zining to'g'ri qilgan, to'g'ri maydonda turgan yerlar bilan tan xato qilgan yerlari mi har qanday bir siyosiy kurashchi, inqilobchi sifatida yoki inqilobchilardan biri bo'lish sifati bilan. Uni to'g'risini to'g'ri, xatosini xato deb tarix yozadi. Bizning hozir deydiganimiz va bundan keyin deydiganimiz Sharqiy Turkiston kurishini bizga o'rgatgan odamlarning birisi Ahmad Egamberdi ustozimiz. Shuning uchun u yerga hech kirmanglar. Bakınma, u yerga hech kirmay Adelaidga yo Avstraliyaga kelganda, ishchilardagi avtonomiyachilar kimlar? Shuning javobini berin oldida. Ondan keyin boshqalarni sayrasangiz bo'lamdi, bo'lmamdi, aniq o'ylashaylik. Tamam, bu ikkinchi nuqta qarindoshlar. Ustozimizni sagartib xili o'tganlardan shunday ishlar bo'lgan, men gapirmagandim. Ama bu qitim ota-oydan Germaniyadan kelib qolgan bo'lsanglar, siz bu yerdan xili bir biznes chiqadi deb o'ylab qolgan o'xshaysizlar. Chiqmaydi. Tamam, cho'choni ham sanamanglar. Xo'sh, kelaylik endi qarindoshlar. Bugun qisqalam gapirmoqchidim. Uchinchisi, abay 5-da degandim, keyin tafsilga kirman deb. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining saylimi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining abay 5-da yelimdek saylimi bo'ldi. Ama nizamnoma bo'yicha men bu yerdan bormaganligim uchun ciddi iş çıkıp gelip hem namzat bulamadım hem bilet taşlayamadım. Ama saylamdı mı ikinci turgu kaptı saylam. Birinci turda başka atıp saylap çıkaramaptı. Yani manç persentin aşması ikinci turgu kalıdı. İkinci tur bir ayının içinde ciddi buluş gerek diyen maddeler var nizamnamada. Şunun için 12. ayının 26'sı bolgan bolsa, birinci ayının 26'sı bir ayının içinde ciddi ikinci tur saylam bilen adam saylap çıkıdı, başka atıp saylap çıkıdı. Şuna hazır namzatlar yani özünü tizimletip bir sulumun hazırlığa tayyorlik qilib atgan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lgan bu jarayonda. Şuna şu birinci ayının 26-sıgacha bo'lgan ciddi saylamgacha nima başka atıp vazifasini yanılmaya o'tayapman, ama birinci ayının 26'sida yeni başka atıp saylangandan keyin mening vazifam to'shidi. Ondan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultayining ben burun degandim to'rbekdi nizomnomasi hamma narsa tayyor bo'ldi deb, u narsani shu yeni başka atib yeni vazifaga o'tganlar shular chiqasi to'g'ri bo'ldi dedim. Hozir uni e'lon qilib, onun keyindan yeni saylangan nima uni o'tkazib bergandim. Ashlar biroq saylanib bo'lgandan keyin o'tkaziblar, undan keyin shularning boshqarishida e'lon qilinsa eng to'g'ri bo'ldi. Yani bir kol almış bulmaydı ki. Şudur için ben yanıla Sharq Turkiston yoshlar qurultayining a'zosi bo'lib turaverman. Ondan keyin ijroiya komiteti yeni saylangan başka ijroiya komitetini tashkillaydi. Bu yerga kimlarni qo'yish, qanday tashkillash huquqi hamisi o'zida. Endi Sharq Turkiston yoshlar qurultayining qurilish bosqichi o'tgan deganimdek tugab bo'ldi. Endi ikkinchi bosqichda biraz siyosiy harakatlarning tunji qadimi, ondan keyin aktivizm harakatlarining qadimi itiladi. Shunga bu daqi başka atıpqa inşallah ufuq tilayman ve teşkilatning bir a'zosi bo'lish bütün bilen her qanday xizmatda seyindi bo'laman. Şu qarindoshlar, shuning uchun bu qitimqi yig'inga ben boramay qoldim. O yig'inlarda rasmda meni ko'rmagan qarindoshlar, menda ansirgan qarindoshlar bo'ldi. Men yaxshi, ama bir jiddiy ish yo'q qilib boramay qoldim biraz. Aslida Ömer Bekali hakkımızda mı degandim, ama yerda ko'rish nasib bo'lmadi. 20 kundan keyin Gollandiyaga bormay shu yerda ko'rishaylik deb, ama u nasib bo'lmadi bu qitim. Ama her vaqt xolisa ekranni ichib qo'yib qaralishga men tayyor. Ama hech kim birlari gaz verse, o gaz bilan unda ter taraqishib baqsaq, bular keyinga yenib qolamiki degan yerga kirmanglar qarindoshlar. U yerga agarda biz birsi chiqib video ochimiz, kelar so'zlashimiz yoki Ahmet Egamberdi ustozning o'yi ko'rib, uni biznasi degizimiz shuni bulu keyniga yonidi degan bo'lsa, biz uning keynimizga yondigan odam bo'lsak, bu yo'lga chiqamdik. Mesela Ömer Bekali hakimiz ko'rishimiz, sen bil video açımız desem, Ömer Bekali hakimiz o'tirib nima deydigan, gapimni topolmaydigan bir so'zsam, men Nuri Turkal Dolqon Isalarga chiqay ekranga demdimi? Xushchilik bilan lava, uning bergan aqli mishinchilik. Şununla özanlar gibi bizimle yişinle 60 kovada yani umuz kılınlar. Biraz bir çomalınlar ya. Şunun için hem nesinin bir tertibi var, bir ahlakı var. Siyasetinin bir ahlakı var. Kirmeydiğen noktalar var. Tamam, birisinin ailesiyle kirmeyimiz,
birisinin balısına kirmeymiz, yani birisinin yan bir narsa kirmeymiz. Ona degen çoğunlarının mı ihtiyacıdan faydalanıp durup, ularni özüňlarga laýyk beni kollaydigan gäke huzumen degen şekilde u ýerge kirmeýsizler. U ahlaklyk adamdan kıldığı iş emas. Endi sizlerning indigenaslar kurultaýynlarda bu ahlak meselesi egir mesele endi şunda bolsumy şunda bir nimeni dep goýayım. Önkeras ýani bir närseni görüp kaldym bugün bu Türkiýedeki bir qeýrenişimizden video işleýdiken bir qeýrenişimiz bir wagtlarda bizge karşı bolgan pikirlerki videolaryny äwätip goýupdyk ballar körüp mabaldy hili tanqidi nime kıla alaydygan näse baý okşaýdy dep men gıp goýatdym qeýlen külleriniň birde nesip bolsa bir tanqidini bir anlagaç cevap berip söhbet kılıç bir nesip bolar dep oýlagandym. Bugün bir videosunu äwätip goýupdy. Iyi bayla. Şu nimeni başlaştım burun. Ötküzüp görüşke ara bilgedim. Benim düşengenimde, hata düşenmegen bolsam, Şarkı Türkistan'ın müstakilliği bizden bir yolumuz degen şekilde bir bayanat kılaylı dep teşkilatlarını yığılışını ümit kılıp hareket kıptık 4-5 ayının aldıda. Ama o bombaptı. Teşkilatlar bununla yakın kemaptı ya ki her xil başka meselelerini aldığı iştirip, anı keyine iştiripti. Bu inimiz heyran kaptı bununla. Hürmetli inem, Şarkı Türkistan müstakillik kürüşü Amerika'da başlanğandan tartip bugünküçe burmulnup ketdi degan narsani so'zlab birinci kol materialdan delil verip qaranglar. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kol material deganning nimeligini bir izdinala. Bu yaş fikirlerim. Birinci kol material çıkan vaqtida tormozda deseysiz. Çünkü birinci kol degan original degan gap. Birinci kol material çıkarıp sözleyemezse bir adam. Onunla yine tetet petet kısınız, o vaqtida o sizde akademik bilim mu, yakın münazire degan narsadan ki hürmet yok olur. Birinci kolunu çıkarırsınız, şapıt toktayız. Mesela buna bir misal verip de Türkiye'de bana bir talaş tartış var, Türkiye'nin tarihi doğruluk. Nimdeydi desenler? Birileri deydi Mustafa Kemal vakti Atatürk bombaga vakti Mustafa Kemal Paşa 1919 yılı 19 Mayıs'ta 5. yani 19 Samsun'a İngilizlerden kıyıcı jürüp bir eski kıyık olan müştakip durup çıktı degen bir tarih var, devlet tezi. Bunu otur mekteplerde ügüt etti burun. Lekin birinci kol materyaldan şundan nesler çıktı ki, iki tane nesler. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılıp Samsun'u bağını bir kıyık emez, bandırma vapuru dep yoğu bir perhot. Bu boğazlar bütün İngiliz'in işgalı tursa bu kanda öteleydi degende ikinci çıkan birinci kol materyal nimo degende Mustafa Kemal Paşa'nın pasportu ve pasportu da İngiliz 105'inin imzası bilen vize verip İstanbul'dan Anatoliyaga İngilizlarning ruhsati bilan o'tgan. Öyle qichib yurib vatanni ozod qilmay deb o'tgani hikoya. Ya'ni shuning uchun birinchi qo'l material chiqdimi, sizning hikoyangiz palavra axlat bo'ladi. Shunga birinchi hozirgacha Sharq Turkiston mustaqilligi setildi degan yerda birinchi qo'l material ko'rsatyapmiz biz. Shunga bu inimiz endi bu yerga kelgan bo'lsangiz men endi nim deyman. Yani birinci kol materyalini ko'rsatdi va ko'zangizni kerib turib tixmi qaldi yerimiz qolgandi. Da bugungacha bizning shu harakatimizda ayblab atdingiz. Endi tushundingizmi? Sharq Turkiston kurushining bir bayonot berayli desangiz, uning bir yerga kelmasi bu tunji qitim emas. Mundaqcha nima uchun asarlar yozildi? Nima uchun kitoblar yozildi? Nima uchun oldingilar xotira qoldirdi? Keyingilarni o'xshash xatolikni takrorlamasin deb. Eğer de bilim kitapları, fiziki, biyoloji kitapları yazılmagan bolsa, insanlar 6000 yıldan beri o'xshash ishni tekrarlamagan bo'ladi. Ama şu kitap yazıldı ki, ma'lum manda bo'ladi ki degan narsa yazıldı ki, keyingi avlodlar vaqtini isrof qilmasin. Şu yazılib bo'lgan narsaning bayqashning ustiga yangi narsa qursin deb yazıldı. Biz o'tgan 3 yilning yog'i şu avara bo'lmanglar yana qaytadan sinab Manda narsalar var. Kelinglar ishni ma'lum bo'lib bo'lgan tajribaning ustiga qurayli deyish uchun qilyapmiz.
Hem de Türklerde bir gap var. Bazılar anlap öğrenmeydi, yaşap öğrenirdi deb. Yaşap öğrengenler olsa yaşap öğrenirler birden. Andiken biz toğayyaga kilisiler. Ama özanlar beşinlerde ötküzüp anadkin kilimiz desenler, onu eyvallah qarindaşlar. Ama biz bir narsani bekara davatmaymiz. Bu kurashning ichida 20 yilga yaqin to'g'ay edenmen va tig'i xalqning oldiga hozir olsak ko'taranmaydigan narsalar bor. Ko'taralaydiganlar qadam xalqning ko'zini ichish uchun menyapmiz. Ammo Allohga shukr, eng ozda xalqning 20dan ortig'i tushandi ishlarni. Shuning uchun bugun mushagicha gap qilay. Enishtenning bir gapini qo'shib o'tay burun ekranda degan ba'zi qarindoshlarimiz toza yaxshi anglamagan o'xshaydi. Enishten manda deydi. Dötlük o'xshash ishni qilaverib o'xshamaydigan natija kutishdir deydi. Agarda o'xshamaydigan natija olaman desam, o'xshamaydigan ishni qilsa, o'xshash ishni qilaverib o'xshamaydigan natija olib bo'lmaydi. Tamam? Hammalarning shu vaqti xayrlik bo'lsin qarindoshlar. Kelar qitim ko'rishguncha aman bo'linglar. Hammalar Alloh omonat qarindoshlar.